Bugun har ko'rda o'ynashga qurbimiz yetmab, chunki o'lib qolsak bo'ladi. Bugun meni yangi o'rtog'im Davronbek bor. Foda. Biz hozir jonli o'ynayapmiz. Davronbek gapirib bor. Biz o'yinga kirdik. Ko'proq kuchayishga harakat qilamiz va temirlarni qilib olmoslikka va lezergacha borib ajdarhoni o'ldirishga harakat qilamiz. Bu videoning ikkinchi qismi ham bor. Nima deyiladi? Qismmi? Shunaqa. Adashib ketdim. Hozir o'rtog'im kirishiga men ikkita daraxt qarzim bor, bu biratdan qarzimni to'laymiz. Daran chekkar. Oğul bola. İyi. Alex. Qo'yma. Brekda narsalar yasab olasan. Nima? Hozir bolalar. Men yoz, kimda telefon qilib qoldi shunga bolalar. Steve bo'lishi muhim emas. Muhimida xullas. Muhimi temirlashlar haqida balki. Oho, yerlar qon yo'q. Bu Minecraft'ta Böyle olsa. Yo gapim esib tur. Nima edi? Ismi yemam. Mis. Misda narsalar yasasa bo'ladi bu Minecraft'da. Minecraft. Ortacha 20. O'rtog'im chaqirib qolishdi senga. Yo'q. Tekin go'sht, tekin ovqat deganlar. Yo'lda men yuradigan ovqat ko'rib qoldim. Bu video 2000 ta like yig'sa, ikkinchi qismi chiqadi. Buning uchun tezroq like bosing lozim. Taporda yer kavlagan ko'rganmisan Davronbek? Ko'ryapman. Ozgina ko'rdim. Sen nechta daraxting bor? Men bir stakidan oshiq taxtam bor. Bir stak 24 ta. Tezroq o'zimga 3 ta qo'yildi. Qilich yasab nima bu? To'xta, u qo'y to'q meniki chikkan. Bular kerak emas. Davronbek, kirib ketding birpasda. Ko'mir topdingmi? Ko'mir topdim. Ko'mirkoni. 9 ta yiqqin. 9 ta menga ber. Tasha hammasini. 3 ta bo'ldi deb. Tasha. Rahmat.
Bittan qanaqa chiqib olamiz? Aksiyani ishlaymiz. Men o'zim taktikam bor, yerdan kelib chiqaman. Bitta tosh berib tur, bitta tosh. Bitta dona temir. It. Bitta dona haligi ko'mir. Ko'mir. Bitta dona. Bitta dona temir. Yaxshi menga sadaqa. Ko'mir bloyni qo'yib bo'lmayapti. Qo'y topguncha aql top. Men bundan avval o'q at. Creeper. Yo'lda kelyapti iskelet. Texnologiya. Kamon tushdi. Bolalar 1 soatdan so'ng qilingan ishlarim. Meni do'stim chiqib ketdi. 1 soatdan so'ng qilgan ishlarimni ko'rsangiz, menga 1 soat harakat qildim. Va u joy zo'r ag'dirib keldi. Shuncha harakat bilan shuncha ish. Do'stim ketdi. Misli kiyim qilishga arziydi. Va nihoyat misli kiyim. Menda 30 ta bordek misli kiyim yaxshi. Men kelganimcha ko'p narsa o'zgaribdi. Men bu yerga kelgancha 4 ta tosh kirgan, 5 ta 6 ta tapur sindirdim. Tapur. 2 ta kirga, bitta qalqon yasasak. Kirkaga temirimiz bormi? Kirka, toshli, temirlisi. Shular yetadi. Tapur. Ben yolda işlemezsin. 10 tadan iskelet yolladım, 15 ta. O'ylayapsizmi? 15 ta iskelet. Ben bitta do'stim kelib turibdi. Do'stim esa do'konga ketdi. Yana bir bloger akam bor. Uni nomini aytsam bo'ladimi? Unga obuna bo'lganmisiz? Oddiy bola 001. U cat health haqida va chiroyli narsalar haqida va chiroyli videolar haqida ish yuritadi.
Siz unga obuna bo'lgan bo'lsangiz rahmat. Menga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Ne bir şey bo'lmaydi. Menga obuna bo'lsangiz sizni qo'llab-quvvatlashga albatta va'da beraman. Men bu yerda yana 1 soat asagaga tushib 1 soat asagada turamiz. 1 soatga kuchimiz yetmadi. 10 minut bo'ldi. Yana kutamiz. Davronbek do'stim, qayerlarda qolib ketding? Men seni kutyapman. Bolalar, ishonasizmi? Do'stim kelgandan keyin video chiqaraveraymi? Mayli. Bu videoni kim qism bo'ladi albatta. Va'da beraman. 1 soat asakaga turganimizning haqlari bor-ku, axir. İltimos obuna bo'ling va like bosing. Meni singizni har doimgidek meni ismim. Meni sen bilib olish uchun bu yerga qarang. Bu yerga va yana bu yerga. Meni ismim shu. Meni yoshim esa tushungan bo'lsangiz rahmat. Xayr, salomat bo'ling va like bosing. Va obuna bo'lishni